Yuzlarim do'mbaloq qizmanda, men oilamga qaytmoqchiman shu yerda. Meni qo'llab-quvvatlaydigan odamlar yo'q Toshkentda, tushunyapsizmi? Qaysi burchakka borsam ham men she'r yozgim kelardi. Yillar o'tgan sayinchi siz uchun qadrli bo'lgan voqealarchi ko'zingizga yosh olib kelar ekan. Ilk she'rlarimda o'sha 7 yoshimda yozishni boshlaganimda bu mukofotni olishi mumkin emas deb o'ylashgan ekanda. Qiyin paytda meni otam Toshkentda o'qityapti. Men birinchi o'rinda olganman. Mendan ham ko'proq sevingan bu meni ustozlarim bo'ldi. Bitta ko'ylak bilan mazlika mukofotini olgan qizmanman. Tog'li qishlog'im bilan bog'lamasligimda umuman iloji yo'q. Qishin yozin bir xil nima desak dilbar derdik deyishyapti-da, juda xijolat bo'lganman. Mendan bu javoblarni kutmaganlar, qo'ng'iroq qilganlarda men juda ham sevinib ketdim. Haqiqiy ijodkorlik mana shu yerda asosan boshlandi. Surxondaryoni propiskasi bilan Toshkentda birinchilardan bo'lib davlat mukofotini qo'lga kiritganman. Uni og'irligini sezmaganman. Albatta har bir yutuqqa debocha bo'ladigan voqealar bo'ladi. Aynan men bu voqealarni bolaligim va Surxondaryo bilan, o'sha tog'li qishlog'im bilan bog'lamasligimda umuman iloji yo'q. O'zi aslida men tug'ilgan qishloqda ijod qilmaslikni o'zi gunoh, chunki juda ham go'zal va sukunli qishloq. Ilk she'rlarimda o'sha 7 yoshimda yozishni boshlaganimda meni ota-onam bilasizmi, "Voy buncha ko'p she'r yozyapsan" degan bir anaqa e'tirozlar ham bo'lardi, chunki qaysi burchakka borsam ham men she'r yozgim kelardi va she'r yozardim. O'sha maktab davrida o'zida 10-sinfligimizda vatan haqida yozgan she'rim o'sha Surxondaryo viloyati bo'yicha kuylanganda ona vatan degan menimcha bir tanlov bo'lganda o'shanda birinchilikni olgan va o'sha marsh mashqlari bo'lardi-yu maktablarda. O'sha marsh mashqlarida meni she'rimni aytib mashq qilishardi. "Sen buyuk, sen shukuh ona vatansan, dunyoga yuz tutgan O'zbekistonsan" debdi. Men maktabga borib yurganimda aynan mana shu marshda meni she'rim yangrayotganligini eshitishni o'zi ham bir boshqacha quvonch bag'ishlagan menga. Va albatta ijodkor o'z-o'zidan yaralmaydi. Albatta unga tug'ma qobiliyat bilan bir qatorda uni shakllantirish juda muhim hisoblanadi. Bunda oilada ijodkorlar bo'lganmi? Albatta bunda meni ota-onamning rollari juda muhim bo'lgan, chunki biz Surxondaryoda ko'p svit o'chib qolardi-da o'sha paytda. Bizni uyimizda doimiy ravishda onam juda ham chiroyli dutor, rubob, doira chertadilar. Onam juda ham chiroyli ijod qiladilar bu borada va meni dadam o'zlari fizika matematikasi o'qituvchisi bo'lsa ham ijodni, she'riyatni juda ham yaxshi tushunadilar va bizni uyimizda juda katta kutubxona bor edi-da. Bu sharoitlarning barchasi meni shakllanishimda juda ham muhim rol o'ynagan va men har bir yutug'imda ota-onamni mana shu e'tiborlarini, meni ukalarimning e'tibori muhimligini men har doim his qilaman. Va albatta mana shu jarayonlarda meni ustozlarim o'rni ham beqiyos bo'lgan. 2002-yilda demak o'sha Surxondaryo viloyati miqyosida o'tkazilgan yozgi oromgohlarda dam oluvchilar o'rtasida o'tkazilgan suv hayot manbai insholar tanlovida birinchilikni olishimni o'zi meni har bir qilayotgan harakatimni birinchi yutug'i bo'lgan. Va shundan so'ng albatta bu ishtiyoq, bu qiziqishlar poytaxtga yetaklaydi har bir insonni. Va men Abdulla Qodiriy nomidagi Toshkent davlat madaniyat institutining 2003-yilda talabasi bo'ldim. Haqiqiy ijodkorlik mana shu yerda asosan boshlandi, chunki haqiqatan ham juda ham bilimli, salohiyatli ustozlar va ijodkor talabalar. 2003-yilda demak Mannon Uyg'ur nomidagi san'at instituti hamda Toshkent davlat madaniyat instituti o'rtasida o'tkazilgan yosh magistr talabalar o'rtasida o'tkazilgan yosh yuraklar yolqini she'riyat tanlovida men birinchi o'rinda olganman. O'shanda bilasizmi, Surxondaryoda endigina kelganman, yuzlarim do'mbaloq qizmanda, chiroylikkina kelishgan baquvvat qizmanda. O'sha yerda birinchi o'rinda olganimda hamma meni qaysidir ma'noda ijodkor sifatida, talaba sifatida men kashf etilganman va undan so'ng har bir tadbirlarda, har bir narsada meni ishtirokim ta'minlanishni boshlagan institutda. Va aynan Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga ham men o'sha 3-kursligimda loyiq topilganman va bu bilasizmi, albatta bu mukofotni ko'ksimga qadagan kunda mendan ham ko'proq sevingan bu meni ustozlarim bo'lgan. Chunki yuqorida ta'kidlaganimdek o'sha ustozlarimning har birini e'tibori, munosabati albatta meni shakllantirgan. Xususan o'sha imtihonlarga borayotganligimda o'sha bu demak bosqichma-bosqich bo'ladi. Bu sir emas hech birimizga, hamma biladi bu qanaqa bir murakkab jarayon desak ham bo'ladi. Bu mukofotni qo'lga kiritish. Masalan, o'sha meni o'zimni eslaydigan bo'lsa, bu institutda tanlov va undan keyin tuman bosqichi, shahar bosqichi va respublika bosqichi. O'shanda ustozlarim, meni ota-onam Surxondaryoda juda ham uzoq. Meni qo'llab-quvvatlaydigan odamlar yo'q Toshkentda, tushunyapsizmi? Mana shunday jarayonda
har bir imtihonda, har bir bo'layotgan o'sha jarayonda, bosqichda mani ustozlarim borib mani qo'llab-quvvatlashgan. O'sha institutim rektori Aziz Opoqovich, juda hurmat qilaman ular. Mani ustozim Mansurbek Murodov, Mavrulov barchalari o'sha birgalikda borib qo'llab-quvvatlashgan. Ustozlarning yondashuvidan so'ng siz bu mukofotni olmasangiz shunchaki uyat bo'lardi va Allohga shukr bu mukofot menga nasib qildi. Men to'g'risini aytsam, shahar bosqichida o'sha tanlovlardan o'tganimdan so'ng, respublikaga yo'llanma olganimizdan so'ng men mukofotga tavsiya etilmadim deb o'ylaganman va bir kecha tush ko'rganman. Tushimda shunaqa ham tepalikka chiqdimda va ertalab menga qo'ng'iroq kelgan. Sizni respublika bosqichida takroriy suhbatga taklif etamiz deyishgan. O'sha suhbatga men ishtirok etganman. Takroriy suhbat bo'lgan bunda, nimagadir ikkinchi marotaba bo'lgan o'shanda. Birinchisida o'sha bizda o'tmaganligimiz to'g'risida ma'lumot berilgan bo'lsa, nimagadir keyingi suhbat oshkoralikda bo'lgan va unda 20 lab shoirlar, ijodkorlar, hokimlik vakilliklari o'tirganda o'sha yerda o'sha suhbatdan men o'tganman va o'sha Surxondaryo Chekka qishlog'idan kelgan qiz o'sha paytda propiskasi bo'lmasa berilmasdi-da, ya'ni qanaqa berilmagan. O'sha hududda har bir Zulfiya mukofot o'sha hududlardan tavsiya etiladi-ku, o'sha bittadan hozir ikkitadan bo'lgan mana. O'sha faqat o'sha propiskasi yashashi mumkin bo'lgan joydangina tavsiya etilganda va men Surxondaryoni propiskasi bilan Toshkentda birinchilardan bo'lib davlat mukofotini qo'lga kiritganman. O'shanda ustozimiz shoir Iqbol Mirzoni aynan bizni o'sha bizni qishlog'imizda xoklari bor Sulxonlar Xoyor boboni ijodlari borasidagi savollari mendan bu javoblarni kutmaganlar, ya'ni bu javoblarni biladi deb o'ylashmaganda men tezkor javobimni ko'rib hayron bo'lishgan. Nimaga? Yana men oilamga qaytmoqchiman shu yerda. Biz ota-onam tadbirlar bo'lsa, maktablarda bizning ishtirokimiz doim ta'minlangan va biz har doim she'rlar yodlardik, baytlar yodlardik-da. O'sha yerda o'sha suhbatlarda o'sha baytlar ota-onamni o'rgatgan ilmi, ota-onamning e'tibori hattoki mana shu joyda ham menga juda ham bir katta ko'mak vazifasini bajargan. Bilasizmi, bu men shu bitta narsani his qilyapman. Yillar o'tgan sayinchi siz uchun qadrli bo'lgan voqealarcha ko'zingizga yosh olib kelar ekanda, uni qadri yillar o'tgan sayin ortib borar ekan. Aksincha, yana ham qadrli bo'lib borar ekanda. O'sha sahnada ism familiyangiz, otangizni ismlari jaranglaganda nimalarni his qilgansiz? To'g'risini aytsam sizga, men o'shanda birinchi marotaba tizzadan pastda turadigan yubka kiyib chiqqanman. Birinchi o'rinda juda xijolat bo'lganman. Bu birinchi masalam bo'lgan va men uchun juda ham quvonchlisi bu meni ota-onamni o'sha zalda o'tirishgan bo'lgan. Meni ota-onam o'sha yerda bo'lishgan. Bilasizmi, har bir otani, har bir onani mana shu tuyg'uni tuyishini xohlayman. Chunki farzandni yutug'ini ko'rishdek go'zal tuyg'u yo'q. Masalan, mana hozir mening ham farzandim bor. Farzandni yutug'ini ko'rish shart ota-onalar va menimcha bu jarayonda meni ota-onam mendan ham ko'proq sevinishgan. O'shanda bilasizmi, ota-onam zalda o'tirishganda savol berishgan ekanda, sizlar atilab oddiy kiyinib keldilaringmi deb hayratga tushgan ekan. Chunki oddiy kiyingan odamni farzandi qaysidir ma'noda bu mukofotni olishi mumkin emas deb o'ylashgan ekanda. Aslini olganda ham shu darajada oddiylik bo'lgan, chunki men yuqorida aytdim, o'sha o'qituvchi qizini Toshkentga o'qitishi uchun imkoniyat juda ham bir qiyin paytda meni otam Toshkentda o'qityaptilar va aytib ketishim kerak, mana shu joyda bitta ko'ylagim bo'lardi-da. O'sha bitta ko'ylak bilan harakat qilganmiz. Bitta ko'ylak bo'lsam hech qachon chekinmaganmiz. O'sha men kirib kelsam, yaqinda kursdoshlar yig'ildik-da. Juda ham uzoq vaqt bo'lib mana bitirganimiz. Yig'ilganimizda eslashdi. Qishin yozin bir xil nima desak Dilbar derdik deyapti-da. Bu rost bo'lganda bitta qizil ko'ylagim bo'lardi-da. Men hatto mana shu davlat mukofotiga loyiq ko'rilgan kunimdan bir kun oldin o'sha tayyorgarlikka kelganimda ham o'sha qizil ko'ylakda kelgan bo'lganman. Va ko'p kitoblar berishgan, o'sha kitoblar trolleybusda. Men juda ham og'ir kitoblarni trolleybusda shunaqa, bilasizmi, uni og'irligini sezmaganman. Shunaqa bir katta quvonch bilan men qaytib borganman. O'sha men doim aytaman, bitta ko'ylak bilan Mazlika mukofotini olgan qizmanman deb aytaman. Bu men nima uchun buni aytmoqchiman? Bizda odatda nimagadir erishisha olmasa, har doimchi iqtisodiy jihatda yoki yana nimalardadir bahona qilishadi-da. Aslida agar sizda xohishingiz bo'lsa, aslida sizda bir shu narsani haqiqatdan agar xohlasangiz, bu sizga nasib qiladi va bu borada hech narsa sizga to'sqinlik qilmaydi. Mukofotni olganingizdan keyin sizga qanday eshiklar ochildi?
umuman boshqa bir dunyo. Siz hamma televizorda, gazetalarda siz rasmiy chop etilgan bitta talaba qizsiz va institutga kirib borish. Bu albatta juda ham katta bir mag'rurlik bag'ishlaydi, xohlaymizmi yo'qmi? Chunki bu ana jangdan keyin g'olib bo'lgan sportchini ehtirosini tasavvur qiling, xuddi shunaqa quvonch bu-da. Bundan kam bo'lishi mumkin emas, chunki siz haqiqatan ham siz jang maydoni bu yutuqqa erishish o'zi. Katta eshiklar ochildi. Masalan, men undan keyin magistraturada o'qidim. Eng muhimi bilasizmi, o'zingizga bo'lgan ishonch paydo bo'ladi. O'zingizga bo'lgan bir munosabat keskin o'zgaradi. Siz endi oddiy qiz emassiz. Siz davlat e'tirof etgan qizsiz. Siz minglab odamlar qarab turgan qizsiz. Siz millatning yuzi bo'lgan qizsiz. Endi tasavvur qiling, bu o'zi aslida olganda oddiy oilani qizi bo'lganingizda bizda qanaqa mas'uliyatlar bor, to'g'rimi? O'zbekona tarbiyamizda. Endi siz millatning qizi bo'lganingizdagi mas'uliyatni yondashuvni tasavvur qiling. Biz har jihatdan men o'zimni nazorat qilishga urinardim. Hozirgacha shu tuyg'u qolib ketgan. Hozirgacha xato qilishdan cho'chiyman, chunki millatni iftixori bo'lgan o'sha ayolning nomiga ta'sis etilgan davlat mukofotiga ta'sis etilishingiz natijasida, demak, siz faqat va faqat o'zingizni nazorat qilishingiz, o'z ustingizda ishlashingiz kerak bo'ladi. Bilasizmi, bu mukofotni qadri hech qachon yo'qolmaydi dedim-ku. Masalan, men hozir farzandimga maqtanib aytaman. Axir o'g'lim, sani onang davlat mukofoti egasi, sen demak boshqacha bo'lishing kerak. Ko'ryapsizmi, bu mukofot nafaqat meni hayotimni, balki meni farzandimni ham hayotini o'zgarishiga juda katta ta'sir qilyapti. Mana shu joyda aytib o'tmasam bo'lmaydi. Dunyo miqyosida olib qaraydigan bo'lsak, ayollarimiz o'sha tug'ilganlik darajasidagi huquqi bilan yashamayotgan bir paytda, hattoki o'sha huquqi yo'qligi bir paytda bizning yurtimizda ayolni, qizni, farzandni shu darajada e'zozlash va davlat mukofotini joriy etish, bu albatta nafaqat ayollarimizga, balki mana shu millatning ertasiga bo'lgan juda ham bir katta, beqiyos bir muhabbat, e'tibor deb men to'la ayta olaman. Bilasizmi, gohida davlat mukofotiga loyiq ko'rilgan qizlar qaysidir ma'noda e'tibordan chetda qolgan joyimiz ham bo'ladi. Biz buni tan olishimiz kerak. O'zi aslida balkim e'tiborga biz o'rgangan bo'lishimiz ham mumkin, chunki e'tibor juda ham yoqimli va albatta e'tiborning natijasida sizda harakat yana ham kuchayadi. Lekin qaysidir o'rinda biz e'tibordan chetda qolgan joyimiz ham bo'ladi. Biz buni inkor eta olmaymiz. Yoki bo'lmasa aytishimiz mumkinki, aynan bu mukofotni olganingiz bu hayotdagi to'laqonli bir tashvishlardan, baxtsizlikdan xoli degan joyi ham yo'q. Gohida biz mana shu davlat mukofoti olgan qizlar bir hayotning tashvishlariga o'ralashib qolgan joylarimiz ham bo'ladi. Gohida biz ijodni unutgan joyimiz ham bo'ladi. Nima uchun? Chunki barchamiz davlat tashkilotida bugun faoliyat olib boramiz. Xususan meni o'zim O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi oziq-ovqat sohasini strategik rivojlantirish va tadqiqotlar xalqaro markazida matbuot kotibi bo'lib faoliyat yuritaman. Bugun biz nafaqat o'sha Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sovrindorlari nafaqat o'sha ijod bilan, balki o'sha davlat ishlari, ishxonalarida, davlat ishlarida biz o'zimizga yarasha lavozimlarda faoliyat olib boramiz. Bundan tashqari barchamizda o'zimizning oilamiz bor va umuman olganda barchani bor muammolar bizda ham mavjud demoqchiman. Shu o'rinda aytib o'tishim kerakki, masalan, bizning tashkilotimizda aynan o'sha 2024-yilda vazirlikning tizim tashkilotlari o'rtasida ta'sis etilgan ma'naviy ma'rifiy ishlar eng yaxshi yo'lga qo'yilgan tashkilot nominatsiyasida xususan meni tashkilotim eng yuqori o'rinlardan biriga loyiq ko'rildi. Bundan tashqari 2021-yilda o'sha men tashkilotimda kasb uyushmasining ham raisiman. 2025-yilda o'sha matbuot kotiblari ichidan chiqqan eng yaxshi kasb uyushmasi raisi degan bir ishonch gazetasi katta bir aynan meni hamda meni tashkilotimdagi faoliyatga bag'ishlangan juda ham bir katta rukundagi maqola e'lon qilindi. Bularning barchasi bugungi kunda o'sha Zulfiya qizlarini faqatgina ijod qilmayotganligi, balki o'sha davlat tashkilotlarida ham, jamiyatda ham o'ziga xos o'rni borligini ko'rsatib beradi. Yana bitta narsani aytishim kerak, mana shu o'rinda bu mukofotga tavsiya qilinayotganda juda ham ko'plarda savol tug'iladi. Nimaga e'tibor qaratiladi yoki o'sha qaysidir qo'sh tirnoq ichidagi gumonlar paydo bo'ladi. Lekin o'zi aslini olganda Oksfordga qo'yilgan talabalar bor ekanda, talabalariga, ya'ni u yerda o'sha jamoatchilik ishlaridagi faollik va o'sha u yerda olgan bilimlarini keyin targ'ib qila olish va albatta notiqligi bu jihatlarga e'tibor qaratilar ekanda, davlat mukofotimizda ham xuddi mana shunaqa jihatlar borligini mana aytib o'tmoqchiman. Ya'ni bizning bu mukofotni shunchaki bir qaysidir yutuqlari uchun emas, balki uni albatta jamoat ishlaridagi faolligi, uni o'sha
qizlarga namuna bo'la olishligi yoyinki bo'lmasa uning xulqi, uning nutqi, umuman olganda uning tafakkuri ham albatta inobatga olinadi. Davlat mukofotiga tavsiya etilishida ham aynan bu jihatlar juda ham muhim va shu sababli ayta olamanki, aynan bu mukofotga erishgan qizlarimiz keng qirrali, juda ham yuqori iste'dodli, qobiliyatli qizlar hisoblanadi. Demak, mana shu jarayon bilan bir qatorda ijod bilan hamohanglikni saqlab qolish uchun gohida qaysidir ma'noda bizga qo'shimcha e'tiborni darkorligini sezdirib qo'yadi-da. Mana shunday bir e'tibordan biz yaqinda xursand bo'ldik. Ya'ni Yozuvchilar uyushmasi tomonidan, o'sha O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi tomonidan bizga qo'ng'iroq bo'ldida. Aynan davlat mukofotining o'sha adabiyot yo'nalishida loyiq ko'rilgan qizlarni ijod namunalari, o'sha bayozlari yig'ilayotganligi to'g'risida qo'ng'iroq qilishdi. Nargiza Pasadova qo'ng'iroq qilganlarida men juda ham sevinib ketdim, juda ham. Chunki biz o'sha kitob chiqarishga gohida imkoniyat yetmas, yoyinki bo'lmasa aytdim-ku, bu jarayondan qaysidir ma'noda chetda qolgan bo'lishimiz mumkin-da. Kitob jarayonlari boshlandi, kitob chiqarish va kitob taqdimotiga keldik. Ishoning, boshqatdan o'sha davlat mukofotini olgandek his qildik-da, chunki biz hamma ijodkorlar yig'ildik va bizni ijod namunamiz bu yerda jam bo'lgan, ota-onamizga ko'rsatdik. Umuman olganda mana shu e'tibordan keyin men yana ham bir davralarni sog'inganimni, ijodni sog'inganimni his qildim va bundan keyin yanada ijodda siljish boshlandi menda. Chunki nimaga? Ijodkor aytaman-ku, o'sha e'tibor va sizni nima deydi, ruhiy oziqa olishingiz bu juda ham muhim hisoblanadi. Va buning uchun mana shu bayoz uchun men O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasiga alohida tashakkurimni bildiraman va bundan tashqari o'sha Zulfiya nomidagi davlat mukofotining adabiyot yo'nalishiga o'sha loyiq ko'rilgan qizlarga bir qaratilgan e'tibor uchun alohida tashakkur aytmoqchiman. Arg'umchoq irg'itgan osmondan hadik, ariqdan o'tolmay ko'zlarda hayrat. Bobom tizzasida o'tirgan ko'yi, men yeru samoni chizgandim surat. Bugun shu suratni qo'ydim yo'qotib. Oyning yog'dusida ko'rganim o'tush, yog'duga osilib surganim xayol. Meni sevar edi o'shanda osmon, menga boqar edi dunyoy ham lol. Bugun shu lollikni qo'ydim yo'qotib. Qirlar o'rkachidan cho'chigan yurak, ortida ne bor deb o'yga qolganim, meni shaharlarga kuzatib qo'yib, qaytishimni kutib ko'zi tolganim, bugun shu yo'lakni qo'ydim yo'qotib. Momom gul ekkanda gul kular edi. Momomga ergashib yelardi sabo, bu kun havaslardan dil to'lar edi. To'lgan dil yo'lakda yo'qmi mabodo, bugun to'lgan dilni qo'ydim yo'qotib. Qachon tushib qoldi sochim jamalak, qachon yuzlarimni ajin siladi, o'sha katta yurak va pok tilakni har tunda, har kunda ko'rgim keladi. Bugun dunyo meni qo'ydi yo'qotib.